Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiye de Sıdığa Curuz Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sağa 2026 yıl 5. ayının 31. günü vatandaşım. Hepteki yekşembe. Bugün sizlerge sözdeyeceğin leksiyalarımız ve leksiyanın avvalki bir abzas vaziyetke ait. Mesela ne diyeyimiz? Japonya Devlet Müdafaa Ministeri Japonya militarizmlik devlet emas. Zadıki militarizmlik devlet. Bu bugün hem kişilerge ayağım boldu dep görsetti. Video film Sydney ney baba. Doğru 5. ayının 31. günü yurttu. Yakında Cungo hükümeti Japonya tünegin dedik o. Japonya atom, yadro kuralları bilen kurallanışı gerek diyen gepler. Şu yere kelgendi mi ya ki enala avvalki harbiy kural işlep çıkarış ve halkarada harbiy kural yarak savadisi kılıştan ibaret. Muşu ceriyanga kirgendiğin ki Japonya'nın Cungo hükümeti Jungocuyu yani militarizmde hakimiyet Japonya'da terildiği de tenkit kılgan iken şunun yarışa Japonya Devlet Müdafaa Ministeri yukarıdaki cevap verdi vatandaş. Bu ne daha hazır Asiyatın çok yarayındı ki vaziyetinin bir xil ifadesi dep qaraymiz da. Yani sizlerge sözdeydiğimiz mundaq bugünkü mavzumundaq. Bu mavzuda mesela Amerika Qo'shma Shtatlarının tuyuqsiz da harbiy xarajatni o'stirib, yani 42%ga o'stirdi. Cumhuriyet Halk Partiyasi yo'qolishdan qechib qutulolmaydi. Xolerin torbiti 5. ayının 29. günü yurtda. Bu vaziyetning birincisi, yuqori qismi birincisi o Asya'da Japonya devleti, bu birincisi, vaziyetning birincisi, G'arb dünyasının yetakchisi Amerika'da bo'layotgan gap. Amerika harbiy xarajatni o'stirdi 42%. Cumhuriyet Halk Partiyasi yo'qolishdan qechib qutulolmaydi. Prezident Donald Trump 1 trilyon 500 milyar dolları sarf qilib, Amerika armiyasini kengaytib qurdi. Mavzuda xabar 5. ayının 29. günü Vanvi torbiti e'lon qilindi xabar. Bundaq başlar. Reuters bundaq xabar qildi. Amerika Devlet Müdafaa Ministeri Pat Hughes oshkorlashicha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bu yıl 1 trilyon 500 milyar dollar sarf qilib, harbiy aslahalarni o'rlatish, harbiy qurol-yarog' sistemi taraqqiyotini ilgari surish va yer shari bo'yicha strategik o'rinlashtirishni ishga oshirdi. Prezident Donald Trump hükümeti bu ishni Amerika'nın qurolli kuchlarini qayta qurishning muhim plani deb qaraydi. Navbatda bu hamçotni Davlat Majlisi muhokama qilyapti. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Davlat Müdafaa Ministeri Pat Hughes mundaq dedi. Prezident Donald Trump hükümeti 1 trilyon 500 milyar dollar devlet müdafiasiga sarf qilib, armiyani kengaytib qurish planini tuzdi. Ko'lam jihatdan aytganda buni asr olqigan harbiy ishlar plani deb aytishga bo'ladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bu plan Amerikaning yaqindan beriki harbiy xarajatni zo'r ko'lamli kengaytish planidir. Amerika armiyasının umumiy kuchini o'stirishni
ve zamanı bilişiş dercisini yukarı götürüşünü maksat kılıdır. Müdafiə Ministri Pat Hages mundaq göstərdi. Devlet müdafiəsiga mundaq məbləğ seliş. Devlet müdafiə xam çoğutunu aşırış üçün də emas. Belki Amerikanın hərbi küçünü əsir alqıgan quruluşqa igi qilishdir. Yoşurun rəqabət güdüş kelgəndə hərbi küçünü davamlıq tərəqqi qıldırışımız gerek. Prezident Donald Trump hükümeti nəydi? Zor derecede maliye kirimi sərf qılıb, Amerika armiyasının pen texnika ve hərbi gücünü, üstünlükünü davamlı saklap duruşumuz lazım da hesaplaydı. Xəbər mundaq görüstüldü. Bu plan oňuşluq yol koyulduğan bolsa, bütün yer şarı hərbi tamponlıqıga, oňuşluq tamponlıqıga çoňqur täsir görüşsüz da geçirenler. Prezident Donald Trump hükümet kabineti mundaq hesaplaydı. Kudretlik devlet müdafiə gücü, əmli güc ve teyişlikni saklashning mühim asasıdır. Əmli güc bilen teyişlikni saklash, əmli güc bilen teyişlikni iyi oluş, əmli güc bilen teyişlikni yaratış. Şundaq dairlik şensiniz bilizə vətəndaş. Asasıdır dep qaraydı. Bu qaraş Amerika əvzəl siyasetinin nişanıga muvaffıqdır. Yani Amerika əli-ül əla siyasetinin nişanıga muvaffıqdır. Endişelerge, yani bu noktada bir misalını alayla, yakında ütep geçip kaldı, saklayanmaya kaldık, ya kesiler yetkizemeye kaldık. Angliya Reuters'in yazgan bir parça makalı da hazır. Çünkü Kompartiyesi atom yadro kurallarını terakki kıldırıp mesela hazır müstemlik Uyguristan ya Şinjan'ın Kumul rayını etrafı. Kumul rayını etrafı olsa piçanmış onun içinde, piçan nahiyesi hem şunun içinde. 80 yege kudok kazgan gep, bu kudok nahit ölçemlik. Zamanı bir kazılgan kudok. Bu kudok kalıp ki ham ne piçkiriş, gaz eliş, bu ne pit nima. Kudok emez. Bu kudok yer asıdan raketa koyup biriş. Yani raketa deyip atıldı o ameliyat onun üstünde atom, yadro kuralların buluşu mümkün vatandaş. Hazır Uyguristan'ın Xitay'ın bu planı boyunca atom, yadro kuralları bazısı kaylandı dediğin gibi. Mesela atom, yadro kurallarını işlep çıkardı, kayerde saklaydı. Burunki mişmiş geplerde Siçiben ülkesi etrafını saklaydı değilgen. Bu kıtım Xitay bu yadro atom kurallarını terakki kıldığı anda Uyguristan'da bir yerde saklaydığın orunu sakladı, orunu yasadı mı yasamadı mı? Bırak azı karısınız 50, vay 50 değil 80. 80 kuduknu teyyarlagan bolsa 80 kuduktan 80 raketa. Yaki şundak bir kuralını koyup vereliysiniz. Bunu apırıp Teklimakan çölünün şerqi kırgıqıga, yaki Piçan nahiyesini arlaştırıp Kumul vadisiga, Kumul ülkesinin etrafıga maşında uğurlaştırgan gibi vatandaş. Bunun da etkandı Xitay hazır Şinjan Uygur Abnum rayonunu, yani Uygur bu müstemlik rayonunu hazır nemi gaylandı desiniz, atom bazısı gaylandı degen. Atom yadro kuralları bazısı gaylandı degen gibi vatandaş. Yani başta etkanda saklaş nerede? Bu kurallarını saklaş seçivendi mi, onu mu ötkep gülem Şinjan'a? Bu ne bir gün olmaydı o vatandaşım. Demek bir şeyde hazır Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministeri Pat Hages'nin yoşurun rekabetke düş kelgen de değildiğen bolsa, digin içi buyulduğun bolsa
Hazır Amerika Qo'shma Shtatlari bilan dunyoda raqobatlashadigan birli davlat hazır Xitoy bo'lib qoldi vatandosh. Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi hukumat hazır Amerika Qo'shma Shtatlari bilan oshkora va yoshirin raqobatga o'tdi. Bunday ahvol ostida Prezident Donald Trumpning yuqoridagi harbiy hamchot ajratib, harbiy ishlarni taraqqiy qildirishi, Amerika armiyasini zamonaviylashtirishi bu aqlga muvofiq, qoidaga muvofiq, Amerika uchun aytganda qonunga muvofiq ishlayapti. Endi sizlarga so'zlaydiganimiz qisqa xabarlar vatandosh. Beijing tugashdi. Beijing tugashdi. Prezident Donald Trump Xi Jinpingni endi to'g'ridan to'g'ri adablaydi. Yangi Tayvan g'ayrat qil torbiti 5-ayning 30-kuni yutib. New York vaqt gazeti Tayvan prezidenti Lai Ching-deni ziyorat qilib, Beijingni g'azablantirdi. Amerika Jungo o'rtasida matbuot urushi portladi. Jungo New York vaqt gazetining muxbirini, ya'ni Beijingni turishliq muxbirini qo'llab chiqardi. Amerika Xinhuashi viza berishni amaldan qoldirdi. Demak, Lai Ching-de Tayvanning prezidentini New York vaqt gazeti ziyorat qilibdi. Bundan nihoyat g'azablangan o'zi Jungo Kompartiyasi New York vaqt gazetining Jungodagi Beijingda turishliq muxbirini qo'llab chiqaribdi. Uning keyinli Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Xinhua agentligiga viza berishni, Amerikaga kelib muxbirlik qilishni cheklabdi vatandosh. Bu bir xabar, bir abzas. Endi hozir Amerika Jungo munosabatidagi bir yangi yüzülüş deb ayta olasiz buni vatandoshim. Va Donson Maliya torbiti 5-ayning 31-kuni yutib. Yana bir xabar. Qudratlik, salmoqli, texmi aniq. Amerika endi Tinch okeani strategiyasini qayta yozdi. Birleşken Devletler Teşkilatı 2,5 ay ichida gumron bo'ldi. Bizga uchun jiddiy xabar yo'q arqisi masalan, qudratlik, salmoqliq, texmi aniq. Endi Tinch okean strategiyasi Amerikada o'zgartirildi deydi. Buni mazmuni bilan balki yaqinda yozma shaklda kelib qolsa, mazmuni bilan uchrashimiz vatandosh. Asli mavzu oyun ko'rsatish, shakllik g'azablanish davri oxirlashdi. Amerikaning Jungo qaratgan strategik siyosati o'zgardi. Yuqoriga o'xshashganda bu mazmun. Amerikaning Jungo qaratgan strategik siyosati o'zgardi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Pat Hagis Shangri-La yig'inida Tayvandagi ismni eg'izga olmadi. Hazır ciddiyleşip etti dedik-ku. Demek egizgi olmadı. Shangri-La hazır Singapur'da açılıvatkan yığın. Dünya Devlet Mudofaa Ministrliğinin yığını. Bununla Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri Pat Hagis qatnaştı. Jungo'dan kim keldi hazırlıkçı benim haberim yok. Mesela Jungo Devlet Mudofaa Ministri Dong Jun o qo'lga olindi. Jungo'da qo'lga olindi. Avval ikki davlat mudofaa ministriga, masalan, Li Shangpu, Wei Penghe qatorli kishilarga Jungo Kompartiyasining hukumati o'lim jazosi berdi. Endi bu kishi, ya'ni Dong Jun, yangi davlat mudofaa ministri bo'lib qo'lga olindi. Qo'lga olindi, Shangri-La yig'iniga Jungo tarafdan kim yetib keldi? Bunisi noma'lum bizga vatandosh. Endi gap hozir nima deymiz? Jungo qaratgan strategik siyaset o'zgardi. Amerika Qo'shma Shtatlarining
Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Shangri-La yig'inida Tayvan degan ismni og'izga olmadi. Xuddi masalan o'tgan yil 10-oyda Koreya degan davlat elchiligi yig'inida Osiyo iqtisodiy hamkorlik yig'inida Prezident Donald Trump qatnashib Tayvan degan Tayvan dedi og'izga olmadi. Ya'ni Xi Jinping'le suhbatlashadigan chog'da Tayvan degan gapni og'izga olmadi. Shuning davomi hisoblasak bugun Davlat Mudofaa Ministri Pat Hages Shangri-La yig'inida Tayvan degan gapni og'izga olmadi. Buni qanday tushunish to'g'risida hozir Ming Jijing, Shiboji, Joe Biden deydigan Tayvanning dangliq obzorchilari 2 kundan beri so'zlayotdi vatandaş. Masalan, bugun Ming Jijing professor Tayvanning obzorchi shuning haligi Shiboji bilan birga riyosatchilik qilgan bir tor betida chiqib o'tirga deganda qo'ygan mavzu bir mavzu. Masalan, Tayvan o'ynaydigan o'yinchiq emas deb. Bu mavzuni qo'yibdi, kimdir ranjidi? Amerika'danmi yoki Tayvanning hukumati prezidenti Lai Ching-demi, zodi kimi? Biroq agar Tayvan o'ynaydigan o'yin emas deb mavzu qo'yib buni Amerikani tanqismoqchi bo'lgan bo'lsa, Tayvan haqiqatan o'ynaydigan o'yin. Men Jijing efendi, Kuomintang partiyasi ham o'ynaydigan o'yin. Shundaqla Jungo Kompartiyasi mi shundaq o'ynaydigan o'yin. Bu o'yinni Amerika Qo'shma Shtatlari o'ynadi deb qarasangiz, albatta tarixdan bu bosqichida siz hergiz xatoga yo'l qo'ymaysiz. Men Jijing efendi, yaxshi bilasiz, Jungoning ichki urush davrini, masalan, Kompartiya bilan Kuomintang o'tirishga urush, Kompartiyadan yengilgan Kuomintangning Tayvanga qochib kelishi, mushlarning hammasi o'yin. Amerika o'ynagan o'yin. Agar Amerika shu o'yinni o'ynamagan bo'lsa, bugungi Tayvanning istiqboli yo'q bo'lar edi. Bugungi Tayvan bo'lmas edi. Men Jijing efendi, agar Amerika shu o'yinni o'ynamagan bo'lsa, bugungi Kompartiya davlati mavjud bo'lmaydi. Allaqachon Yaponiyaning mustamlikasiga aylanib bo'ladi. Men Jijing efendi, Amerika shu o'yinlarni o'ynab, Jungo degan cho'ng davlatni kommunistik partiyaning qurilishi bilan quriladigan bir davlatni Yaponiyaga mustamlika bo'lishdan saqlab qoldi. Ikkinchisi yashayotgan Tayvanni ham Yaponiyaga mustamlika bo'lishdan saqlab qoldi. Amerika mushu o'yinni o'ynab, ham Jungo Kompartiyasining hukmronligiga tushib kelishdan saqlab qoldi Tayvanni Amerika. Amerika shunga bu o'yinni ashunda o'ynaganligi uchun biz buni Tayvannimi, Kuomintangmi, Jungo Kompartiyasimi, Amerika Qo'shma Shtatlari o'yin qatorida o'ynaydi desak, hargiz xato bo'lmaydi. Men Jijing efendi, Tayvan o'ynaydigan o'yin emas. Albatta o'ynaydi Amerika, o'ynash huquqi bor. Chunki Tayvanni ozod qilgan davlat Amerika. Men Jijing efendi, buni esingizdan chiqaman. Donson nazari to'rbeti 5-ayning 31-kuni yutib. Yani bir vaziyat yoki xalqaro jamiyat qor ko'chganda ko'chish bilan Tayvanni e'tirof qiladi. Xalqaro jamiyat qor ko'chganda ko'chish bilan Tayvanni e'tirof qiladi. Bu mavzu qo'yilibdi, nimaga asoslandi? Buni toza anglayapmiz, vatandoshim, kechiringlar. Bu axborot yashmasa Tayvanning to'rbeti 5-ayning 31-kuni yutib. Prezident Donald Trump Yaponiya vaziri bilan maxfiy suhbatlashdi. Telefonda Prezident Donald Trump Yaponiya vaziri bilan maxfiy suhbatlashdi. Xi Jinpingning kayfiyati kontrollikdan chiqib ketdi. Yaponiya vaziri Sani Takaichi Koreyaga ziyoratga yetib keldi. Sarxillarning biri to'rbeti 5-ayning 31-kuni yutib. Bu xabarning mazmuni qarasangiz yengajaklar turdi. Lekin Yaponiyaning vaziri Sani Takaichi yaqinda Koreyani ziyorat qilgandi ya. Yani mush munosabatda ikkinchi qatim yana Koreyani ziyorat qilandi. Men bu tarafini bilamedim vatandaş. Bu tarafini bilamedim. Endi deyli ekranda.
Mama kızı habercimi hazır muşanızı vaziyeti kürü olasız. Ekranda. Cungo Vahan koridorida zor hareket başladı. Kuruluş hareketi. Vahan koridorida zor hareket başladı. Taş yol tatış, kuruluş kılış. Ondan keyin 9 yerda qurilgan harbiy punkt. Buni harbiy baza deyli. 9 o'rinda qurilgan harbiy punkt o'ttirg'i chiqdi. Tushundingizmi? Chunki Vahan koridorida harakat qilyotdi deydi. Buning ma'nosi nima vatandoshim? Ekranda yana bir haber. Yaponiya kudretli armiya devletiga aylandi. Jungo Kompartiyasi Yaponiyada militarizm tirildi deb atadi. Yaponiya qanday harakatlar bilan javob berdi? Yaponiyaning davlat mudofaasida o'zgarish paydo bo'ldi. Mudofaa qurilishini o'zgarib, zarba beradigan mudofaa turishdan o'zgarib, zarba beradigan holatga aylandi. Yaponiya, Filippin ikki davlat ittifoq tuzdi. Tayvan bo'g'ozi tinchligini qo'g'laydi. Axborot yashmisi 5-oyning 31-kuni yutib. Obzorda Ming Jujin, eliq odam Ming Jujin degan. Siz shuni ko'rib yetdingiz, vatandosh, hozir Osiyoning vaziyati. Shangri-La yig'ini bilan tanglab o'tirg'i chiqqan vaziyat vatandosh. Hozir Yaponiyadagi harakatni ko'rib o'tasiz. Qonunli harakat, yo'lli harakat, masalan buning qonunli, yo'lli bo'lishiga fursat yaratib bergan davlat Amerika Qo'shma Shtatlari ham Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump o'tgan yili 2025-yili 10-oyning 28-kuni 29-kuni Yaponiya Tokioda ziyoratda bo'ldi. Shu vaqtda bir og'iz gap qildi vatandosh. Prezident Donald Trump dediki, Yaponiya Amerika hamkorligining oltin davri boshlandi. Shuningda yarim yil vaqt o'tdi deyli. Yarim yil vaqt o'tganda Jungo Kompartiyasi mustamlika Uyg'uristonni atom yadro qurollari bazasiga aylantirmoqchi bo'ldi. Jungo Kompartiyasi yuqorida sizlar ko'rgandek Vahan koridori atrofida, ya'ni uning eg'izida o tarafi Tojikiston, bu tarafi Afg'oniston, bu tarafi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni mustamlik Uyg'uriston mushu oraliqda 9 o'rinda harbiy baza qurdi. Demak, harakatda yomon tez Jungo Kompartiyasi. Mashuni qurdi degan gap Jungo Kompartiyasi bu rayonda, ya'ni Uyg'uriston mushu o'lkaning chegaralarida nima o'yin o'ynamoqchi? Mana o'yin deymiz. Jungo Kompartiyasi nima o'yin o'ynamoqchi?